Assalomu alaykum bog'bonlar. 26 noyabr bog'larimizda kesish jarayoni davom etyapti. Eski bog'lar, eski usuldagi olma, xurmo, shaftoli aralash qurilashadi. Bu tomonda mana olmalar. 2 yil oldin shtamp qilib kesganmiz. Yedillarni pasaytirib. Mana shakl berib kesilgan holatlari. Hosilga juda yaxshi yotib olgan. Mana 2 yil ichida pastga tushib hosillar. Mevaxonalarimiz. Endi kimyo doralash kerak. Bu tanalarga qora qon tushib bo'lgan. Kuzgi, bahorgi doralashlarni qilish kerak. O'shanda kutgan mevamizni beradi bu yil. Xudo xolasa 26-ga. Mana hammasi mevaxona. Endi biz bloger emasmiz, oddiy bog'bonmiz. Dars o'tishdan yiroqmiz. O'zimizni oshna yaqin qishloq yaqinidagilarga tavsiya qilib turamiz. Aytsa xizmatini qilib turamiz kesish bo'yicha. Xolasa hosilimiz bu yil 26-ga yaxshi kutilyapti. Mana meva shoxlarimizda mevalar. Meva yotib qolmasa. İchki shoxlarni tozalasak bu joyda 5 yıldız olmalarimiz mana shunaqa bo'ladi. Juda o'suvchan bo'ladi ichki shoxlar. Mana bu semirenkalar уже to'xtagan. To'xtatib qo'yganmiz o'sishdan. Hosil mana o'shancha. Kurtahlar. Bu ham mana shu 5 yıldızimiz. Bizler territoriyada 5 yıldızlarda o'rnashiga qiyin ekan hosil olish chamanda. O'ta kesish kerak, qattiq kesish kerak, qo'ymasdan. Mana semirenkalar. Ya semirenka mana. Hech qancha o'sin shoxlar yo'q. Giyohlari mana to'xtab olgan. Omon bo'lamiz bog'bonlar.